shorts ko'rishingiz mumkin, o'zingizda uzun bir videolaringizni ko'rishingiz mumkin va vaqt o'tgach, ya'ni videongizni tugatib bo'lgach, siz voy, o'zi YouTube'ga nimaga kiruvdim degan savolni aniq bergansiz. Va o'sha narsani bartaraf etish uchun do'stlar, biz juda ham oddiy narsa qilsak bo'ladi. Buni hozir ekranda ko'rsatib beraman. YouTube'da kirsam, qarab turibsizki, ko'pgina videolar chiqadi. Ko'plari menga yoqadi. Eng qizig'i, chunki algoritm shunaqa tuzilgan. Men qiladigan ishim, men aytaman, men faqatgina o'zim xohlagan videoni ko'raman. Men bu yoq tepadan qidirib deb aytaman o'zimga. Shu uchun nima qilish kerak desangiz, sizda tarixlar bor, ya'ni history. Historyga o'tganingizda do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, ko'rilgan videolar turadi. Men hozirgina o'chirdim sizga video olishdan oldin. Bu yoqda clear all watch history degan joy bor. O'shani bosamiz, clear watch history qilamiz. Unda o'chirib bo'lgandan keyin esa siz uni pause qilishingiz kerak. You need to pause watch history. Va biz pauza qilganimizdan keyin esa home'ga o'tsak, shundoq bitta refresh qilamiz va yangilaganimizdan ko'rib turibsizki, sizni your watch history is off deyapti. Bu degani hech nima yozilmayapti va shu uchun sizga hech qanaqa video taklif eta olmaymiz deydi. Undan ham zo'r narsa shundaki, shorts ham chiqmaydi. Ko'rib turibsizki, shorts ham yo'q va sizga taklif etilgan videolar ham yo'q. Ana endi yo'q. Sizda yagona qilish mumkin bo'lgan narsa faqatgina o'zingiz izlab topasiz. Hech kim topib bermaydi, ya'ni YouTube. Foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib qo'ying va shunaqa ko'proq ma'lumotlar olish uchun kanalimizga obuna bo'ling.